Bugun yana sizlardan kelgan iltimosni ko'rib chiqamiz. Qiyin ko'ringan fasonni oson modellashtiramiz. Oddiy asos andaza tayyorlashni boshlaymiz. Shu joyda sizlarga aytib ketmoqchiman. Men juda ham ideyalari ko'p narsani sinab ko'rishni xohlaydigan odamman. O'z ustida ishlaydigan, mas'uliyatli, yangiliklardan qo'rqmaydigan, go'zalliklar yaratishni xohlaydigan. Agar bu sifatlar sizda ham bo'lsa, men o'zimga komanda yig'moqchiman. Xohlovchilar shogirdlik va ish masalasida men bilan bog'laning. Mana asos andazani tayyorlab oldik. Vitochkalarni yelkani o'rtasidan tushiramiz. Keyin shu har bir chok bo'laklariga xohishga ko'ra 5 cm dan 8 cm gacha balandlik belgilab chiqamiz. Aytgancha bu fasonimiz ham Klein oilasidan. Birinchi shu oldi o'rtani vitochka kesimiga qiyshaytirib chizib olamiz. Endi yelkadagi kesimni oldi o'rtaga birlashtiramiz. Oraliq masofani o'lchab har bir kesimga shu santimetrni joylashtiramiz. Muhim qismi chizmalarimiz vitochkalar kesishgan joydan o'tishi kerak. Orqa andazani ham xuddi shu ko'rinishda ishlab olamiz. Bu turdagi fasonga biroz moslashuvchan mato tanlash kerak. Agar zamok qo'ysangiz, tajribamdan o'tgan dazmol texnikasida zamokni shunaqa qiyshaytirib o'rnatsa bo'ladi. Endi shunaqa maxsus lineyka bilan qirralarimizni yumshatib chiqamiz. Yon qismida ham fasonimiz uzilmasligi uchun yon andazalarni oldin shunaqa bir-biriga yopishtirib olamiz. Keyin tepadan kelayotgan chiziq bilan birlashtirib qo'yamiz. Bo'ldi, tayyor. Faqat bu fasonni bichganda bittalab raqamlab bichish esingizdan chiqmasin. Etak uchun bo'ksa kenglikni Kleinlar soniga bo'lib olasiz. Video foydali va tushunarli bo'lgan bo'lsa, men bundan xursandman.